O'zi ikkita aniq zarba bo'lgan ekan. Barsada. Bittasi o'sha Firmin o'yindan oldin Kazminkada. Bittasi Firminning golida. Mastantonadan kuchli deysanmi? Kimni Mastantona? Deysanmi? Kecha ham Barselona zamindan tushgan. Yo'q. Voy, edit bo'ladigan joyi ketdi lekin. Real formasida bunaqa gap gapirib. Mastantona tanimaysanmi? Ronaldo uchun muxlislik qilib qo'ygan, lekin qalbimda Real bo'lib yurgan. Qanaqasiga yo'qoladi Real. Agar chisti ball bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, kecha MVP-ni Chesney olish kerak edi. Bilasizmi nimaga? Eng yuqori ball Bilishni ham olamaydi. Yuborgani yo'q. Kecha Realdan olish kerak edi. Kim oldi? Belingem oldi. Kim oldi? Kim oldi? MVP kecha. Kim oldi? Bunda bo'lsin kanal. Hech fursatdan foydalanib uydagilarga salom. Uydagilarga salom. Hammaga assalomu alaykum. Fanat loyihasi navbatdagi son El Clasicodan keyin aloqaga chiqmoqdamiz. Biz El Clasiconi bugun jurnalistlar bilan emas, aksincha haqiqiy futbolchilar bilan, ya'ni qanaqa haqiqiy, vaqtida professional bo'lgan bu futbolchilar ham muhokama qilishga, tahlil qilishga harakat qilib ko'ramiz. Mehmonlarimiz Odilxonov Mahmudxon, assalomu alaykum aka, va Isroilov Jahongir. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bugungi mavzularimiz asosan El Clasico. Ozroq tahlil qilib ko'ramiz va keyin o'zlaringizni sevimli jamoalaringizga ham albatta o'tamiz, chunki bizning loyihamizning nomi bilan fanat. Demak, kimdan birinchi boshlaymiz? Farqi boshloving Maha bilan. Mahmud aka, kecha qanaqa ko'rdingiz o'zi Clasico'ni? Emotsiyalar qanaqa bo'ldi? Kecha o'yinda 2 taym ko'rdim. O'zi anchadan beri futbol ko'rmayotgandim. Tan olish kerak. El Clasico'ni qiziqib ko'rdim. Bu ожиданиям оправдывать qildi. Ayniqsa oxirida ushib ketganini, tipa eski davrdagi El Clasico'lar eslatib yubordi. Lekin bitta narsani aytish kerak, Barsa full sostavi yo'q edi, ya'ni optimal sostavda emas edi. Realga nisbatan, Realda yo'qotishlar kamroq edi, chem Barsaga nisbatan. Lekin Barsa o'ziga o'xshamadi. Ya'ni Real dominantlik o'yin bilan yutdi. Agar Chesney qaytarmaganda ko'plab vaziyatda olib chiqdi, yirik hisob bo'lib ketishi mumkin edi. Shunaqa. Jahongir aka, sizda qanaqa fikrlar? Endi nima fikr bo'lishi mumkin? Ko'p tashabbuslar. Real yutdi. Razgrom bo'ldi qaysidir ma'noda. Prosta sudyalar yaxshi ko'radi-yu Barsani, mediyalash, o'shanga gollarni hisoblamay, Mbappeni birinchi golida ham juda sporniy edi. Lekin chiziq ko'rsatdi. Millimetrlar, strashno tiqib yuboradi. Golni hisoblab yuboradigan gol edi-da. shunaqa. Bo'lganda ham men oyoq emas, boldirini bir qismi o'tib qolgan ekan. Gedris qalin ekan. 3 turda Mbappe misol uchun, ikkitasi offside. 10 minut zo'r o'ynab turdi Barsa boshida. Shu bilan bilmayman, Yamal Kings Ligada yuradi, menimcha kecha kelmadi o'yinga. Yo'q, ko'rmadim. Siz ko'rmadingizmi o'zingiz? Men ham ko'rmadim lekin. Trash Talk'dan keyin podcast'dagi Real sotib oladi, o'yinga kelmadi menimcha. Shunaqa. Yana bilmadim, qaytadan ko'rib chiqish kerak. O'yin oldidan o'zi har doim baribir Realda ahvol qanaqa bo'ladi, Barsada ahvol qanaqa bo'ladi, nimadir kutish qiyin, aniq tahlil qilish qiyin, taxmin qilish qiyin. Qanaqadir xavotir bormidi? Real muxlisi sifatida Barsadan. Yo'q. Ishonch komil edi. Bu sezon уже zo'r kelyapti-da. Real yutib, hozir ham birinchi o'rinda. Yutishiga ishonib turdim, har safargidan ham ko'proq. Unaqa qo'rquv yo'q edi. Chiqib yutdi mana. Siz qanaqa baholaysiz bu mavsumdagi Real Madrid va bu mavsumdagi Barselonani adekvat muxlis sifatida? Eslatib o'tamiz, Mahmud aka, Barselona Real Madridga aloqasi yo'q, aksincha Bavariyaning muxlisi. Shunday ekan, negativ yozishga haqqingiz yo'q. Marhamat. Xo'p, Realda ancha o'tish bor, o'sha Mbappe o'zini haqiqiy 100% potensialini ko'rsatmoqda. Barsada esa pasayish bor. Qaysi ma'noda hozir sostavi Lewandowski formada emas, Rafinha travmada, qolgan o'yinchilar travmada, himoyada muammosi bor. Men uverin edim, что Real yutishiga. Men nimaga sal qaysi ma'noda hayron qoldim. Real juda ham ko'plab vaziyatini havoga uchirib yubordi, ya'ni foydalana olmadi. Agar xohlaganda tam to'g'ri bir 5 yirik hisobda ham bo'lishi mumkin. Ko'plab masalan penaltini ham ura olmadi Chesney. Chesney ham bu yoqda hissasi bor, что 2-1 ga saqlanib qolib, sharmandachilikdan saqlab qolganiga. Endi nima qilishsan? Golni hisoblashmasa, urib yotishni hisoblamayapti. Endi penaltini ham bermadi boshida. To'g'ri, ну, что есть, то есть. O'sha vaziyatda penalti bormidi birinchisida? Bor edi. Yo'q qo'yardi. Ikkinchi penaltidachi unda ham 100% penalti bor edi deyish mumkinmi yoki 50-50mi?
Ikkinchisi qanaqa bo'ldi? Ikkinchi penalti bo'ldi bu. Mbappe ura olmadi-yu. O'sha qanaqa bo'ldi? Mbappeni Shesni qaytarganimi? Ha, Qo'liga ha. Garsiyani qo'lini ko'tarib yubordi. Shunaqa. Penalti, chunki Bellingham yo'liga tushyapti. Ikkinchi penalti qaytardi. Birinchisi offside sababli bekor bo'ldi. Da. Vini defot Boshdami? Ha, Da, upside safar. Garsiya Bellinghamni tashlab ketyapti, qo'liga tegdi. Ikkalasida ham bor edi. Birinchisi upside safar sabab Bekor bo'ldi. atmen bo'ldi. Lekin birinchisi qanaqadir strashniyroq edi. Shunaqa. Ikkinchisiga qaragan. Ikkinchi minutdami bo'layotdi o'sha penalti. Sporniy edi-da baribir qo'l tabiiy holatda emas degan izohlar bo'ldi. Yana Ya qanaqa? tabiiy holatda emas, qaysi ma'noda u qimirlamaslik kerak edi. U yo'q harakat bo'ldi bundoq qilib. To'pni yo'nalishini to'sdi. Kopto hali 16 ning ichida edi-da, даже не fakt Bellingham yo'liga ham tushib qolaverardi. Qo'li bilan chiqarib yubordi. Shunaqa. O'yinni ichiga kiramiz endi. Vinicius bilan bog'liq muammolar qanaqadir to'g'ri, hozir Alonso kelgandan keyin ancha o'zini to'g'rilab oldi. Baribir murabbiy o'z so'zini aytdi bu yerda, lekin oxirida ko'rdikki, baribir janjalga ham Vinicius birinchi boshda berganini ko'rdik. Har xil gaplar aytib va okey, bunga birinchi javob bering, keyin boshqa savolga o'tamiz. Viniciusning o'zini tutishi maydonda. Bu qanaqadir futbolchida bo'lish kerak bo'lgan qaysidir ma'nodagi shoular sababmi yoki Viniciusning xarakterini baribir hech qachon o'zgartirib bo'lmaydi va bu minusga o'tib ketishi mumkinmi Vinicius uchun? Hayotda yaxshi bola, gaplashganimizda. Yaxshi. bola. Endi Urvin nima deydi, okey? Urvini uni juda baland-da, o'sha Mbappe bilan bitta Urvinda baribir Ronaldo, Messida bo'lmagan, Ronaldoda ham xarakteri bo'lgan. Endi uni xarakteri shunaqa-da, u o'zgarmaydi. Shunaqa mana o'sha kuni ham zo'r o'ynab qo'ydi, o'shandan foydalanib qolaganini qilyapti o'yindan keyin. Treshtok qilyapti, Yamal bilan yurishamiz deb tashyapti. O'ynolmaganda unaqa emasdi. Hech o'ynolmagan o'yinini ko'rsangiz jim chiqib ketadi o'zi. O'yini chiqdimi, ketdi, dal shou qiladi. Hozir media bo'lib ketdi-yu, mana El Clasico'da ham misol uchun. Yamalning storieslari. Maksimalni hype qilmoqchi-da, u ham manaqadan foydalanib. Ahvol Zo'r o'ynab qo'ydi, ko'rsatdi xarakterni. Men ham uraverardim Alonsoni unaqa o'ynab turganda zamin qilgan. Ko'rsatdim. O'zi ikkinchi savolim shunaqa edi o'zi. Futbolchi sifatida murabbiyga bunaqa javob qaytarish qanchalik to'g'ri o'zi? Endi bari noto'g'ri, har tomonlama qarasak ham endi trener u. Endi Vinining xarakterini hisobga olsak, shuning uchun nima hayron bo'ladigan narsa bo'lmadi. Yonib ketdi bola. Zo'r o'ynab turdi. Yanamanmi deb tarjimasini ko'rdim, so'kib tashlab. Shunaqa. Chunki haqiqatan ham o'sha Jutni golida ham bemalol burchaklariga olib, mazza qilib, chap oyoqda ham erkin olib keldi kecha Barsani. Vini o'zi odatdagi ishini qildi-da. Agar Vini olinmaganda bilmadim, yanada yirikroq hisob bo'lishi mumkinmidi? Sal charchodi ham-da, endi trener ko'zi bilan qarasak, charchadi, Rodrigo tushsin, svejiy o'yinchi deb. Yoqmay ketdi-da unga, u ham hamma bilan tengma-teng o'ynab turibdi-da, uni olyapti imindan. Yana manmi deyapti. Nima Mbappe emas deyapti, qarasa 3 ta urib tashladi. Baribir Mbappeni ham oldik-ku. Mahmud aka, Yamal haqida fikrlaringiz qiziq bizga, ya'ni o'sha o'yindan oldingi qo'ygan storieslari va o'yinda buni oqlamayotgani va bu birinchi marta takrorlanmayotgani. Bu oldindan shunaqa, hali endi 18 ga kirgan bola o'zi qanchalik to'g'ri bunaqa ishlari, biz uni qaysidir ma'noda Messiga o'rinbosar sifatida ko'ramiz bir tarafdan, lekin Messini hatto bu xarakterga yaqin keladigan ishlarni ham ko'rmaganmiz. Balkim shu taraflama u Messi buyuk futbolchi bo'lgandir. Balkim. Endi любом случае bitta narsa bor, gapirilgan gapga har doim javob berish kerak. Yamalda kecha aksida bo'ldi, gapirdi, tipa to'g'ri bir tomondan fanatlarga qiziq edi, qaysi ma'noda o'ziga juda ko'p ishonib, katta yukni olib butun dunyoga tipa qarshi chiqib qo'ydi. Keyin hamma естественно bilan jahl chiqib, bo'ldi, sindiramiz dedi. O'yinni hech qila olmadi, ming afsuski. Men o'ylashim bo'yicha Yamal futbolga e'tiborini qaratish kerak. Hozir Yamalning e'tibori qizlar, вечеринkalar, party, nimadir, boshqa narsalar. Может ko'p ba'zi bilan aytish mumkin, bu yosh hali kayf safo qilib olish kerak. Yo'q. Bunaqa urinda, bunaqa darajaga chiqsang, sen strogo disiplina ushlashing kerak. Bo'lmasam tez sinib ketish mumkin. Bunaqa premyerlar juda ko'p. Shunaqa. Va bunaqalar ko'p bo'lgani uchun ham ko'p muxlislar tashvishlanmoqda. Biz yana bir yulduzni yo'qotamizmi deb. Основном Barsida oldin Ansu Fati bo'lardi. Yana bir ikkita o'yinchilar Gavi ham, Toji Gavi ham aytsak bo'ladi. Ular travmasidan keyin oldingi formaga qayta olmayapti. Endi Yamalda mana bu kayf safo, tipa как Ronaldinho ikkini ko'rishimiz mumkin agar bu ketishda bo'lsa. Endi bu meni shaxsiy fikrim. Tushunarli. Darvozabon sifatida nima deb olasiz? Barselona darvozabonlari. Ter Stegen yo'q, bo'ldi. Biz uni yo'qotdik, baribir tugatdi faoliyatini qaysidir ma'noda. Chesney qariya futbolchi nafaqadan olib kelib qo'ydi uni. Shu yoshida ham bunaqa o'yin ko'rsatayotgani ko'pchilik muxlislarni ham yaxshi
pozitsiyasiga ega bo'lmoqda. Nima deya olasiz? Umuman o'zi Barselonani darvozabon tanlashida, misol yangi darvozabon keldi, u ham jarohatda hozir. Xo'p, men bir narsa hayron qolganida Ter Stegenni уже oxirgi payt juda ko'p jarohatlar sindirdi deyishimiz mumkin. Menimcha уже Barsaga qaytsa ham zaxirada qoladi. Menimcha ketsa kerak agar tiklangandan keyin. Ana hayron qoldirgan narsa Penyani nimaga ketkizib yuborishdi. Juan Garsiyadan menimcha mani darvozabonni точка зрениясidan ko'rsam yaxshiroq edi, chim Juan Garsiyaga nisbatan. Lekin kecha Shesni o'zini darajasini ko'rsata oldi. Prям realni eski Shesnida ham Juventus, Arsenaldagi Shesni kecha lично o'zim ko'rdim. Lekin Shesni bitta shu minus tomoni, agar o'shani ham to'g'rilasa, prям top Courtoisni, даже Courtoisdan ham luchiroq bo'ladi. Bu oyoqdagi o'yin. Oyoqda juda qo'pol xatolar bo'ldi. Tushunarli. Rodrigo haqida Zohir aka sizdan so'ramoqchiman. Biz boshida ko'rdik, Alonso uncha imkon bermadi unga. Lekin oxirida ko'ryapmizki, Rodrigo uchun qulay bo'lgan pozitsiyaga bo'lib ham o'z jamoadoshiga raqobatdosh qilib qo'yib, baribir Viniciusning qanchalik erkaliklariga qaramasdan bir qanotda almashtirib o'ynayapti. Bu maydonda Rodrigoni asosiyda o'yin qanotda o'zini noqulay his qilganda ko'proq foyda bo'larmidi yoki baribir ham o'sha ikkita braziliyalikni bir qanotga raqobatdosh qilib qo'yib, charchagan futbolchini o'rniga boshqa yangi bir tomirni qonni tushirish ko'proq foyda beryaptimi Realga? Tushundingmi? Tushundim. Endi futbolchilarning o'zini anaqasiga ham bog'liq-da. Agar Rodrigoga shu narsa yoqsa, shunaqa zamindan tushib yurish, 15 minut usilat qilish, yuraversin. Men Rodrigodagi o'rindagi futbolist bo'lganimda ketardim boshqa komandaga. Chunki Real ko'p olib chiqib qo'ygan joylari bor-da. Sekin bironta normalroq komandaga o'tib ketish kerak. Masalan, Barsaga davom etadi. Edbetga o'tib o'ynash kerak. Yo'q, meni shunaqa ustravit qiladi desa, hozirdaqa yuraversin. Endi Vini chapda kuchli. Bunday solishtirsak, O'yinda kim bor? o'ngda kim o'ynadi? Maston Tona bilan kecha Ardani o'zi o'ynadi. U prosta o'rtaga tushib o'ynadi-da, Guler. Hozir Guler yaxshiroqda Rodrigodan nisbatan. Bappega o'sha berib turibdi-da. Boshida Bappega ham beradigan odam yo'q edi pas. Mastantonadan kuchli deysanmi? Kim Mastantona? Bilsanmi? Kecha ham Barsadan zamindan tushgan. Yo'q. Voy, edit bo'ladigan joyi ketdi lekin. Real formasida bunaqa gap gapirib. Mastantona tanimaysanmi? Yangi o'yinchisi. Okray hujumchisi. Bu Franka Mastantona argentinalik. 30-raqamda o'ynayapti. Yosh deyapti, endi perspektiva. Real Madrid muxlisida ahvoli. Shu oxirgi 1 yilda kechagi o'yinni ko'rdim-da o'zi. Yaxshi. O'yin ko'raylik. Ya, Rodrigo undan kuchli. Bilmayman, Xabi Alonsoga nima yoqmayapti. Konkretda Barsa noqulayroq bo'lsa kerak Rodrigoga. No, o'ynayotgan payt zo'r o'ynab turadi, gollar urib, Mastantona bilmayman. Perspektivasiga ishonyapti, bu yosh. Tanigan bo'lsa. Yosh, O'zi hozir tanigan bo'lsa. Ya, tanidim, Ren. Tanidim. Argentinada Messi ham yoqtirmay yuradi. Yo'q. Realchi ekan bu bola. Tushunarli. Kechagi tarkiblarga kirsak, to'xtalsak endi, misol Kamavinga bilan o'ynamasdi. Yaxshi. Okey. Tamam. Kim bilmasdan. Barcelona. Kecha Real o'yinda kim o'ynadi? Arda Güler past o'ynadimi? Arda tushdi-da, o'rtaga tushib oldi keyin. O'zi taktikada O'sha joyiga kim o'ynadi, xo'p, o'sha chiqqan. 4-2 bo'ldi. 4-2 o'ynadimi kecha? shunaqa. Pasti 4-5 bilan bo'lib ketdi. Mbappeni o'z oldinda yuradi. Xo'p, Krayda baribir kimdir o'ynash kerak o'sha. Kim chiqdi? Kray. Naqa tepaga chiqib yurdi Valverde. Chiqib tushib. Jut o'tdi 1-2. Xo'sh, kechagi tarkiblarga to'xtalsak endi, biz undan oldingi o'yinlarda Maston Tonani ko'rardik deyarli har o'yinda. Arda orqaroqda o'ynardi. O'z umuman taktik sxemada va Kamavinga zaxiradan tushardi ko'p hollarda. Va kecha Alonso shunaqa ish qildiki, 4-2-3-1 da o'ynadi baribir. Chunki Chouameni bilan Kamavinga orqaroqda bo'ldi. Arda nisbatan o'yinroqda, Vini chapda o'zini qanotida, Jut o'rtada playmakerlikda va Mbappe oldinda. Undan oldingi o'yinlarda biz ko'rardik Maston Tona tushardi yoki Diazni bo'lsa ham baribir asosiyda ko'rdik 1-2 marta. Yoki Rodrigoni qo'yib ko'rdi baribir birinchi boshlarda o'yinlarda oldinga. Nima sabab bo'ldi deb o'ylaysizlar Kamavingani ham tayanchga tushirishga? Bu Barsaga bo'lgan hurmat yuqorilikdanmi? Ya'ni hurmat qanaqa? Qo'shtirnoq ichida qo'rqishda.
Mahmud aka? Unisini bilmadim. Kamavinga lekin ham o'rtada yurdi, ham krayda ham yurdi. Mana endi esimda krayda ham lekin yurdi. Endi bilmadim chunki Barsani sostavida ham yo'qotilish bordi, Realnikida ham yo'qotilish bordi. Endi men o'ylashim bo'yicha tipa chisti o'shani to'ldirish uchun, ya'ni yo'qotilgan o'yinchini. Atak kecha lekin Rodrigoni tushiradigan joyi edi. Men shunga hayron qoldim, nimaga tushmadi Krayga. Chunki Rodrigoda tajriba bor. Mas'ud Tunoni qo'ymaganlikka ham sabab shu tajriba yo'qligi deb o'yladim men. Mas'ud Tunoni aytishdiki, tramvada 100% formada emas deb eshitdim. Shunaqa Gaplashganda shunaqa deyishdi. Gaplashganda primern shunaqa deyishdi. Kamavinga lekin zo'r o'ynadi kecha. Kamavinga da MVP'larga da'vogarlardan bo'ldi. endi ja Shonover 10 krayda o'sha o'ynadi. Olmay endi esimga tushdi. Agar uglovoylarni o'zi chisti ball bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, kecha MVP ni Shesni olish kerak edi. Bilasanmi nima? Chunki eng yuqori ball bilishni ham olamayman. Chunki o'rgani yo'q. Kecha Realdan olish kerak edi 100%. Kim oldi? Belingem oldi. Belingem olmadi. Kim oldi MVP kecha? Kim oldi? Yana bitta edit ketdi. Ya, qaysidir nashr bo'yicha Belingemga eng baland. Unaqa narsa yo'q, unaqa narsa bo'lmadi. Chesni bo'ldimi kecha MVP? Ha, yo'q, eng yuqori ball olgan MVP bo'ldi. Naqasiga? Chesni kecha eng yuqori ball oldi. Mana bunaqa bo'ldi. Mbappe лучший игрок bo'ldi. Mbappe O'yin qahramoni Mbappe bo'ldi. San Belingemda. O'zi gol urib Mbappega ham pasni o'sha berdi. Men o'shani imitib. Da'vogarlarda Mbappedan keyin o'rinda Bellingham edi. Lekin umumiy men bu SofaScore qanaqadir markalar qo'yadigan ballada, nashrlar qo'yadigan ballada Shesning yuqori ball olgan futbolchi edi. 9-2, 9-3. Shunaqa, chunki 7 ta seyf qildimi? Yo'q, 11 ta. 15 ta. 11 ta. Sharhlovchini o'zi aytdi. Sharhlovchi Realga balet qilib o'tirdi kecha. Bilaman, endi san qaysi onda ko'rding? Bilmadim, Setantada ko'rdik-da. Oriftolik. Realga balet qilib o'tiribdilar. Bir payt Brahim Diaz ko'rsatdi. "Oh, Brahim Diaz!" Ronaldo deganda bo'ldilar-da. Mana Barsani zaxirasi deb qo'yaptilar. Yo'qda hech kim. Barsda yo'qda lekin. Chista Realga balet. Runi degan familiyali. Bizga shunaqa deydi-da, Realga balet. Realchilar u. Bardakchi, Runi Bardakchi. Bardakchi. O ham yangi yulduz deb aytilmoqda, endi ko'ramiz qanchalik yulduz bo'la oladi. Ko'ramiz, da. Tushunarli. O'yindan kelib chiqadigan bo'lsak, hisob qoniqarli bo'ldimi? Yo'q. Razgrom bo'lish kerak edi. Men ham shu fikrdaman. Taxminan 4-1. Shu birli o'yin bo'ldi, penaltini urgandan. penalti. Barsa aytolmas, shu boshida 10 minut o'ynashdi, oxirida 5 minut bosishdi, bo'ldi keyin. Gol ham chisti xatoni hisobiga o'zlari nimadir bir sverxistesniy narsa ko'rsatmadi. O'zi ikkita aniq zarba bo'lgan ekan Barsada. Bittasi o'sha Bittasi Firmin. o'yindan oldin Razminkada. Bittasi Firminning golida. Va eng qizig'i o'sha ikkita aniq zarbani Firmin o'zi bergan ekan, birinchisini ham ikkinchisini ham. Ha, demak, Razminkada Firmin mashq qilgan birinchi, keyin gol urgan ikkinchisida. Zo'r, ajoyib. Bitta Lamin tepaga tepib berdi. Chiroyli. Hisoblanmaydi. Ha, Yamalga keladigan bo'lsak, bitta savol qolib ketdi. Karyerasi kecha cho'ntagiga olib chiqib ketdimi Yamalni? Endi nima Vinicius bilan birgaligida. Internet tili bilan qarasak shunaqa bo'ldi. Kecha yevordi Laminni haqiqatdan. Endi Viniciusda ham hissasi ko'p-da. Ko'p joylarda tushdi. Qaytilgan ortiga. Birga birlar qolganini ham bermadimi bola? Hech biri aldamadi. Da, birga birlarda ham da lekin. O'shandan ikkilanib turadi odam. Shuni hozir olib borib olib kelsa kerak deb turuvdik. Shunaqa. Yeb tashalar Yamalni. Endi ko'plab memlarga sabab bo'lgan yana bir futbolchi bor. Bu Pedri. O, futbolga tortganimi? Trenirovka tortib. Va bu qanchalik rasmiy statistika aniqini bilmadim. Pedri faoliyati davomidagi birinchi qizil kartochkasini oldi. Yo'q, Shunaqa bo'lish kerak rostdan. balkim. Chunki u Pedri o'sha ishkallarda ham uncha qo'shilmaydigan. Shunaqa-da. O'sha Yamalni teskarisida. Iniestaga o'xshagan futbolchi. Shunaqa, esli odobli, o'zini ishini qiladi. Futbolga Yaxshi bola. Yaxshi bola. Shunaqa. Kambag'al emas. Bunaqa odobli futbolchi, bunaqa qizil kartochka olganligi sababini qanaqa izohlasak bo'ladi? Bu jamoasi uchun haddan ziyod ko'proq jon kuydirganimi yoki deyarli Barsada o'yin bo'lmaganligi uchun chidolmasdan bu ish qildimi? Jon kuydirgani, chunki ikkinchi sariqda ketdi, Kopto ketib qoldi. Chisti ham Koptoga o'ynayman deb Kamavingamida o'sha oyog'ini chopib qo'ydi. Yo'q, Chouameni edi. Undan oldin o'zi bitta sariqqa o'ynadi, sudya kechirdi, mayli o'yinning oxirida. Da. Baribir yana keyin chopib. U yoqda mana xarakter ko'rsatmadi. Chisti shu komandaga yordam beraman deb shu ikkinchi sariqda olib chiqib ketdi. Lekin zo'r o'ynadi. Pedri kecha.
Pedri o'zini darajasi Chelsea Pedri. Pedri. Pedri lekin o'zini darajasini ko'rsata olmadi mana. Ya, yaxshi o'ynadi. Undan-da yaxshi O'yin o'ynab ko'rdingmi beradi. o'zigacha? O'yin ko'rdim. Zo'r o'ynadi. Ishonavr, o'zi bitta o'sha o'ynadi o'rtada. Fermin ham nimadir qilib turdi, prosta qizg'andi-da ko'p joyda. Beradigan joyda bermadi, tepib. Fermin o'zi oxirgi paytlarda ko'p yuklama olyapti o'z bo'yniga. Undan oldin mana Olimpikosga xitrik qilgandi. O'ziga ko'rsam o'ryapti. O'shandan keyin o'zidan ketib qoldi. Tushunarli. Qarasa hech kim o'ynamayapti ekanda kecha. O'shanga o'zim nimadir qilay degan. Xo'p, klassiko mavzusini yopamiz. Bizga klassiko uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi va endi o'zimiz loyihamizga qaytdik, fanatga qaytdik. Mahmud aka, qachondan beri Bavariya, nima uchun Bavariya, kim sabab Bavariya? Xo'p, 2012-yildan beri Bavariyaga muxlislik qilaman. Qaysi o'yindan keyin prям Bavariyaga addushi fanat bo'lganman. Real bilan Santiago Bernabeuda o'yin bo'lgan. Penaltilar seriyasigacha borgan. Shu yerda esimda yo'q. Penaltilar seriyasida yutib finalga chiqqan. Chelsea bilan. O'shanda prям darvozabonlar tomonidan shou bo'lgan. O'sha paytda haqiqiy shoular bo'lardi, mana bu trestoklar emas. Prям Neuer 3 ta seyf qilgan, Casillas 2 ta seyf qilgan. O'shandan keyin prям wow deb o'rganman, futbolchilar yoqqan. Endi ikkita futbolchi sababchi bo'lgan. Birinchisi Neuer bo'lsa, Bavariyaga muxlislik qilishim uchun. Ikkinchisi Robben. O'sha payt juda kuchli futbolchi edi. Prosta xatosi shu Ronaldo bilan Messini davriga tushib qolgan. Atak oltin to'pni yutadigan darajada ambitsiyalari bor edi. Shuning uchun Bavariya prям har doim nima yana bitta fakt Bavariyaga muxlislik qilishim uchun har doim ochiq futbol o'ynaydi. Hujumkor ochiq futbol. Unaqa yopilib olib ikkinchi bo'lib bo'lmaydi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar komanda kuchlimi, slabimi oldinga birinchi raqamli bo'lib dominant futbolda ko'rsatadi. Endi u o'ynaydigan ligada Bavariyani darajasi bilan qarasak, birinchi raqamli o'ynamasa uyat ham bo'ladi-da Bavariyaga baribir. Liga chempionatda ham har doim birinchi raqamli bo'lib o'ynaydi. To'g'rimi? Misol uchun Chelsea. 3-1 Chelsea amaldagi jahon chempioni futbolaro. To'g'rimi? Ko'pchilik aytayotdi, bugun Bavariya qiynaladi, Chelsea nimadir qiladi deb turib, lekin farq bilinib qolyapti baribir. Yo, endi Chelsea bilan solishtirishi sal noto'g'ri baribir. U jahon chempioni bo'lgan Chelsea bilan bu mavsumdagi Chelsea ancha farqi bor. Jahon chempioni bo'lgan Chelsea ham qanaqa chempion bo'lib qoldi? Taqvim juda qulay tushdi unga. Va Maresga bitta o'yinga Chelsea-ni optimal tarzda tayyorladi finalda Parijga qarshi. Xo'p, zato amaldagi chempioni u farqi nima? Xo'p, qarang, bu tarafdan keladigan bo'lsak, Chempionlar Ligada birinchi raqamli o'ynaydi dedingiz. Oxirgi marta qachon Realni yutib o'tdi keyingi bosqichga? Oxirgi marta to'g'ri ancha bo'lgan, lekin bitta no tomoni bor. Real har doim qanday yutadi Bavariyani? Horlab. Yo'q, horlab. Unaqa narsa yo'q. Unaqa narsa Barsa bilan bo'lishi mumkin. Bo'pti, qachon yutdi oxirgi marta Realni? Realni qachon yutdi shu savolga javob ber. 2013 o'ynamagan, 2012 yutgan ekan. Prosta Realniga 13 yil bo'ldi. 13 yil adashmasa, endi esimda bori shu Liga Chempionatida. Har doim lekin nimadir yo sudyalar parod qiladi, yo nimadir bo'ladi, yo nimadir bo'lib, shu Real hech qachon Chelsea yutgani, shu oxirgi marta 2014 Chelsea yutgan tan olaman. Ronaldo bir gol urib mamda qilgan. O'shandan keyin esimda yo'q. Yo'q joydan qizil berib yuboradimi? Nega bizga Yamalli gaplarni aytib beryapsan? Qaysi Yamal gaplar? Chista Yamal El Clasicodan oldin aytgan gaplari. Kengizligida. Yo, bu fakt. Men aytayotgan gaplar fakt. Hop, kuchi yetmasa men nima qilay? Maha Bavariya kuchi yetmasligi mumkin, jahon o'zing ham bilib turibsan. Hop, nima noqonuniy ish qilgan Real? Afsatda nechta var yo'q paytlari. Ha, u payt var yo'q edi-da. Xo'p, o'zing o'zing ham bilib turibsan. O'zing bilib turibsan. Bernabeuda yutish qiyin Realda. Kuchli-da. Chunki 12-chi, 14-chi o'yinchilar qo'shiladi Realga shu. Yo'q, noto'g'ri. Sudyalar yomon ko'radi nagorada Realni. Ko'mmoqchi bo'ladi-yu. Mana qarang, oxirgi o'yinda eslaymiz, 2024 finalda Borussia bilan Real o'ynadi. O'shanda Delight goli. Delight ham deyshadi ko'pchilik. Borussiyadanmi Delight? Ya Real shunaqa deyshadi. U Borussiyada nima qildi? Polfinalda olma. Bular final dedilar. Borussiya bilan Real. Ya, to'g'ri. Bavariyani esladilar, lekin Delight emas. Okey. Delight deb eshitganman-da endi hozir. Savolim boshqa o'zi. Delight. Savolimiz boshqa. O'sha hujumchisini ismi esimga kelmay qoldi. Qayerdagi? Realda urgan. Ano, Haselo, ha. Haselo. O'sha ikkita gol urdi.
Delextni golini bo'lsa, ofsayd sababli bekor qilishdi. Yo'q, offside sababli. Endi mana qarang. Hozirgi Realga qiladigan bu hakamlarning bu ishlari, misol kecha Mbappeni santimetrlar o'tib qolgan, ofsaydda ushlab golni, fantastik golini bekor qildi. Hakamlarni bunaqa Realga bosim qilganini ko'rib turib, bu fikr sal bir-biriga qarama-qarshi. Yo, endi qarang. G'alati olmasmi rostdan? Qara, endi eshit. U kilometrli offsaydmi, tam millimetrlimi farqi yo'q. Offside есть offside. Pravila, qonun bor, qonun. To'g'rimi? U yoqda po faktu bo'ldi. Mana shuncha o'tib ketsa ham bu offside. To'g'rimi? Ha, u yoqda delete vaziyatda yo'q edi-yu offside. Delete. Delixt. Bu yerda offside emas. Offside'ga berolmadi. Kimdir kimdir shtraf qilmagan. Menimcha sen jim o'tirishing kerak. Menimcha sen jim o'tirishing kerak. Realli. Sen jim o'tirishing kerak. Mas'ud transfer qilib yubording Barsaga. Bir kun ichida. Shu o'yinga tushdi, debitan. Sizlar mana yuta olmaysizlar-da. Mana shunaqa Realda. Ya offside sudya. Po faktu. Nima po faktu? Delete vaziyatda yo'q edi offside. Xo'p, Viniciusning golichi. Qaysi gol? Kroosni fantastik bergan pasi, Vinini birga bir chiqib ketgani, Neuer har doim sentrda yuradigan darvozabonni bu safar to'pga chiqmagani, buni qanaqa baholaysiz? Men Realchimi, sizmi nimaga gapirmaysiz? U hali o'ylayapti, maqsad to'g'ri qatli edi deb. Yo, hozir gap topolmayapti-yu. Yegan desa, qasiga yegan, mana yo'q, yo'q. Xo'p, mana javob bering mana o'sha Vinini goliga. Birinchisi. Kroosda mana Allianz Arenada bo'lgan o'yin. U yoqda hech narsa bo'lmadi. Shu yoqda Kroosni masterstvosi olib chiqib ketdi golni, to'g'rimi? Kroosga menga Kroos yoqardi. O'ynagan paytlari hozir tugatdi faoliyatini. Dostoyniy bola. Da, dostoyniy bola. Skromniy. Vinicius endi chiqadigan vaziyat emas edi. Yoqda как varatar sifatida aytmoqman. Chisti yoqda Kroosni pasi hal qildi. Hosiluni Neuerni to'pni qo'lidan chiqarib yuborgandan keyingi bo'lgan golichi. Yo'qda chestni hammasi. Ya mana просто bitta minusi nimaga chisti mana pravila bor. Offside bo'lsa ham oxirigacha o'ynashga berish kerak sudya, to'g'rimi? Nimaga yo'qda riski ko'tarib yuboryapti? Yo'q offside'ga. Shuni tushuntirib bering menga bo'ldi. Bitta sizga Tushuntirib berasizmi? Uni endi sudyadan bor Yo'q, so'rash. Biz bu o'yinda brovkada bular bilan parallelni turib ishlamaganmiz. Sen unaqa deb chiqib ketma hozir. Qanaqa chiqib ketdi? Просто tushuntirib beringlar bo'ldi menga, to'g'rimi? Uni qaragan offside ko'targan baxim. Yo'q, pravila bor hozir. Qanaqa pravila? Offside bo'lsa ham oxirigacha o'ynashga berish kerak. Ko'targisi kelsa, ko'tarsa Yo'q, unaqa emas. U jostki xatosi u. Noqonuniy bo'lganda u sudyalar hozir ishlamayotgan bo'lardi, bo'lib ketgan bo'lardi. Shtraf nimadir solingan, bali tushib ketgan unaqa qilgandan ko'ra. Lekin To'g'rimi? bir gap aytish kerak, o'yindan keyingi chiqqanda ko'p tahlilchilar, o'sha professional hakamlar ham bu yerda offside yo'q degan tahlil bilan chiqishgan. U fakt tahlil emas. Endi xato qilgan-da. Yo'q, men tushuntirib ber, shoshma tushuntirib ber. Yo'q. Shoshgan aka. Yo'q, tushuntirib ber. Nimaga o'shanda srazu ko'tarib yuboryapti? Ko'ziga vashchi katta offside Shu endi qarasa real. Aurasi bosib Aurasamiz. Endi nimaga uni xatosi uchun men bu yerda javob berishim kerak? Men Xo'p, men ham nima endi u yerda xatosi uchun men javob berishim kerak. Salafan chunki kam. Yutqizgan. Qanaqa Reyt shunda hozir nimaga yutqizgan deyaptilar? Sen offside deyapsan. Faktu. Xo'p, nima boshqa ursanglar bo'lmaydi mana kecha Real urdi-yu Barsaga. Nechta offside bersa ham golini bekor qilsa. Barsa bilan o'ynadi-da. Nima tashlasa, Barsa muxlislari nima deyapti? Bu mahalla tashyapti. Yamal qolib ketgan qatladur, nimadirlar bu. Endi ularni muammosi. Shu. Hech qanaqasiga kuchi yetmagan Bavariyani mana shu yilgacha mana bir marta ham adashib yutmadi. Qo'y, tenglashtirma Bavariyani Real bilan. Bu timinni. Faqat Real nima qilib yo Gryazny yutgan, Chesni yuta olmagan. Oxirgi marta Chesni yutgan shu 2014 bo'ldi. Hop, sizlar Chesni nima yutdinglar yaqin orada? Ha? Bavariya Chesni nima yutdi yaqin orada? Ko'rmayapsanmi rezultatlarni? Nima yutdi o'sha? Ko'rmayapsanmi? Yo'q-da shu, aytchi. Mana menga savol keldi, mana Real bilan emas, Inter bilan bog'laylik o'tgan mavsumda. Internet o'tkazib chiqib ketdi. Hop, Inter o'sha yili uni Yakobi Prime Barsani ham xo'rlab chiqarib yubordi. Qiynalib chiqardi. U sostav bilan Interda sostavida qancha farq bor edi o'tgan yilgi Barsa bilan? To'g'rimi? O'tgan yili Barsa 4 marta podrяд Realni yutdi. To'g'rimi? Bu fakt. Real nikak teng kela olmadi o'tgan yil Barsaga. Nikak. Hech qaysi aspektda teng kela olmadi.
Yakoba aytayotdiki, hech kim teng kela olmaydi, bil Trevorlar nimadirlar qilib tashlaydi deyapti. Shuni O'sha aytdim. Barsani Inter skromniy sostav bilan to'xtata oldi. Rezultat o'zi uchun o'zi gapiradi. Bu yoqda ortiqcha gap so'zga hojati yo'q. Barsa bilan uni nima aloqasi bo'lib ketdi? Bavariya bilan Inter o'ynagan, to'g'rimi? Ha? Men aytmoqchiman, o'sha Barsa Yakoba eng kuchli Barsani Inter to'xtatdi. Bu oddiy Demak, komanda o'tgan emas mavsumdagi demoqchiman. Inter Bavariyadan kuchli edi. Endi yutdi-da. Bekorga o'zini o'zi finalga chiqmaydi-yu. Chiqqan ekan Real. O'zini o'zi chiqib yurgan ekan, o'zing aytyapsiz. Nega shunaqa chiqmadi Bavariya? Endi Bavariya chestni o'ynaydi-da. Halol bolalar. Halol bolalar. Unaqa graz Bavariyaga to'g'ri kelmaydi. Bo'ldi. Bavariya yutqizsa ham dasturni yutqizadi. Mana aytadi-yu, yutqizsang yutqiz, lekin hurmatimni yo'qotma deydi-yu, shunaqada. Bo'ldi. Realli. Xo'p, mana sizga savol. Nega hech o'ylab ko'rmaganmisiz? Bavariyani faqat shu Chempionlar Ligadagi favoritligi uchun muxlislik qilasizmi? Ya'ni mana do'stlaringiz tarafdan savol berilmaydimi? Sen misol deylik, Bavariyani muxlisi bo'lgansan, nima uchun Bavariya Bundesligada qiynalmasdan o'ynaydi? Siqilmaysan, aniq Bavariyani yutishi. Oson yo'lni tanlab olgansan degan savol berishmaydimi? Bu umuman aloqasi yo'q. Biz hozir Liga Chempionlar haqida gapiramiz. Yo'q, sizni Bavariyaga muxlisligingiz haqida. Savol hech qachon tushmagan. Imенно Bundesligada klubi komanda nimadirlar savol unaqa tushmagan. Ha, siz o'zingiz ham Yutqizgan paytda men har doim Bavariya bo'lib, mana Jahonga o'xshab yo Juventus, PSG nimadirlar bo'lib Ha, ketaman. shunaqami? Chindan men boya aytdim, men Ronaldo uchun o'tganman. Shu endi Ronaldo uchun muxlislik qilib qo'yganman, lekin qalbimda Real bo'lib yurganman. qanaqasi yo'q, endi Real bo'lib yurgan. Alloh guvoh, o'zim bilaman. Xo'p, bo'ldi. Realga o'tamiz endi. Jahongir aka, xuddi shu savol sizga. Qachondan, nima uchun, kim sabab Real? Yoshligimdan o'sha futbolga qiziqishim, u ham mana Ronaldo bilan bog'liq. Ronaldo qattiq o'ynagan Realda. Shundan keyin Realga balet qilib yuraverganman men ham yillar davomida. Chiste Ronaldo uchun balet qilgansan-da, to'g'rimi? Sen Ronaldoga balet Xo'p, qilgan ekansan. sen Bavariya nima logotip yaxshi ko'rasanmi? Yo'q. Bavariya bo'lgan qaysidir shaxs So'lim komandaga emas ekansan. qaysidir shaxs qiziqtirganmisan, mana o'sha Ronaldo deyapman. Xo'p, o'yinchi o'yinlar, Qaysi o'yin? Realda o'yinni Zo'r bo'lgan, Ronaldo gol urgan, o'shani muxlislik qilib yurganman. Yoshligimda men analitik bo'lmaganman, просто ko'rib yurganman. Yaxshi. Yillar o'tdi, Ronaldo ketdi Juventusga. Keyin men ham Realni ko'rmay qo'ydim. Nima qilaman yashirib. Ronaldoni ko'rib yurdim. Juventusga balet qilib yurding. Ha, Mbappe chiqdi. Keyin Unitedga o'tdi. Orada o'sha Mbappe chiqib keldi. PSG o'shani. Keyin PSG bo'ldi orada. Galacticos. PSG Qiziqib keyin Mbappeni muxlis bo'lib ketdim. Bildimmi, Ronaldo pensiyaga chiqadi-yu qachondir. Kimgadir yana muxlislik qilish kerak. Hozir mana Mbappe sekin Realga qaytib keldim. Yangi Ronaldoning ikkinchi versiyasi yetishib chiqyapti Realda. Ronaldo bilan 1-1. Jabirga emas. 0-5-1. Nimadir bor. Necha yosh Mbappe? Unaqa hisoblama. Endi begunoh hisoblanma. Necha yosh Mbappe? Ronaldo to'g'ri boshqa urvin, o'shanga yaqinda urvini. Shunaqa-da, shunaqa. 1-1 dema. Bo'pti, uzr. Shu. Xo'p, ayni vaqtda Real Madrid kuchlimi, Bavariya kuchlimi? Bu savolni o'zgartiramiz. O'zing ham bilib turibsan-ku. Bavariya kuchli demoqchimiz. Boshqa variant bormi senda? Bu mahalla ligalarida yutganinglar bilan sizlar nima qanaqa kuchli bo'lib qolasizlar? Ha, Realda kim bor hozir? Sostavida. Prям o'ynayotgan, ana travmatologlarda aytma. Kylian Mbappe dunyoning eng kuchli futbolisti hozir. Bitta o'sha. Vinicius Junior, Jude Bellingham. Kecha o'ynab qoldi. Xo'p, Bellingham endi chiqdi mana. Bo'ldi. Mateo. Kim bu Mateo? Qo'yaga bola. Kim? Makatosmi? Kim edi? Xo'p, Bavariyadan man qancha kuchli-da, yo, seriozno, jinnimiz, ha? Bavariyada kim bor? Harry Kane bor. To'p urar hozir. Harry Kane? Da, to'p urar hozir. Xo'p. Hop. Luis Diaz bor. Olib kelyapti. Kimi? Mahalladagilar mana olib borib keldi. Yo'q, Chelsea'da men bu. Chelsea'da men. Yutdi-yu, jahon chempioni o'shalarda olib keldi. Hozir biz bu narsani kelisha olmaymiz, o'shaning uchun odamlar o'zi yozib qoldirsin-da, Realni Bavariya. Mobodo to'qnash keladimi Liga Chempionatda yo'qmi Real bilan Bavariya? Yo'q, hozir guruh o'yinida yo'q hali. Adashmasam yo'q. Maslahatim to'g'ri kelishmas. Baxtingga to'g'ri kelishmas ekan, yaxshi. Ya, Bavariya hozir niyatchim ishonaver. Oldin kuchli edi haqiqatan. Jahon sen o'yinlar. Bitta keyin ishni Mana. Men endi bu yerda baribir sudyaman. Bitta futbolchi solishtirsak, Vini kuchlimi, Diaz kuchlimi ayni vaqtda? Vini? Hozir Vinida tan olish. Ertaga ham Vini. Xo'p, mana. Biri nur. Harry Kane kuchlimi ayni vaqtda, Kylian Mbappe kuchlimi? Keyingi savol. Yo'q, statistika bo'yicha statistikadan gapir. Kim bombardir hozir Zaltoy Butsita? U forward haqida gap ketyapti ikkalasi. Ham Mbappe bilan Kane'ni qanaqa solishtiryapsiz, ha? Ha, keyin nechta gollar urib tashyapti? Keyin Nechta bilan rekordlar o'zi urib mana tashyapti? raqobatlashib Sen jinniroqmiz, ha? 5 shans. Mbappe kuchli. Kane. Hop, statistika. Nechta gol urdi Kane bilan Mbappe turganda, Kane bir Nargi Vseleniyda ham Mbappedan ustun tura olmaydi. Kim bombardir?
Qachon? Ayt, kim hozir kim? Bilmayman hozir. Bo'ldi, Kim jim ozod? o'tir. Lambardi. Hozir Harry Kane, Bo'ldi. Hali lekin sezon tugamadi. qanaqasiga Harry Kane? Mana. Harry Kane qanaqa? Mbappe o'ynaydigan raqiblari bilan Harry Kane o'ynaydigan raqiblari farqi bor-da, baribir. Mbappe Barselonaga gol uribdi. Bundesligada Barselona Chelseaga gol urdi. Borsa yo mana. U Chempionlar Ligada ko'p gol urgani yo'q. Asosiy yuqoriga chiqib ketadigan goli Bundesligani o'zida bo'lib turibdi. Xetlarab tashlayapti Liga Chempionlarida. Mana qarang, Bundesligada hech bo'lmasa Barselona Atletico darajasidagi klub bormi? Bundesligadami? Atletico Madrid, Borussiya bordi. Xo'p, bitta. Ikkita komanda. Hop, Bayer bor, 3 ta ekan. Leipzig. Bayern ham hozir lekin qo'shmagan bo'lardi. Leipzig Ayni bor. vaqtda. Hop, 4 ta komandali chempionat. Eintracht bor. Ha, ketaveradi hozir. Traktor, kombayn. Hop, La Ligada yo'qmi unaqa komandalar? Getafe, Yo'q, Lagos, hammasi nimadirlar, kuchli. mahalladan chiqib kelgan komandalar yo'qmi? Hammasi kuchli, ular jinnimiz. O Real Madrid Angliyada o'ynamayapti, Jahon. Angliyada bo'lsa tan olardim. Bo'pti, keyin hozir nimadan kelib chiqib kuchli bo'lyapti? Statistikada Qaysi statistika? ko'p gol urgan, ko'p pas bergan. Gol bilan o'lchanadimi faqat? Nima bilan o'lchanadi unda? Nima bilan o'lchanadi? Okey, buni muxlislarga qoldiramiz. Yozib qoldiringlar. Mbappemi, Harry Unda Kane. Ronaldo Messidan kuchli ekanda. Shunaqa? Shunaqa deyapsan Shunaqada, ko'p shunaqa. gol urgani uchun kuchli Messidan. Yo, hozir danna время. Sen qochma boshqa yoqlarga. Faqat gol bilan hisoblanadi dedingmi? Unda Ronaldo Messidan kuchli ekan. Shunaqami? Kim shunaqadir? Bo'ldi. Keyingisi Rodrigo yoki Olise. Rodrigo Bonkera yoki keyingisiga o'tib ketavering. Kim edi? Mateo Joyto. O'yinga kim edi? Bitta. Ya, o'ynagan payt, o'ynagan payt. Hozir o'ynagan payt deyilmayapti, Jahon. Umumiy qarash Savolni tushunmayapsan sen. Umumiy qarash. Yo, Jahon, sen savol Rodrigoning tushunmayapsan. karyerasi ham hamma narsasi Olisinikidan yaxshiroq. Xo'p, Rodrigo qayerda hozir? Bankada Real Madridda. bundoq o'tiribdi. O'yna davay. Hop, Real Madridda-yu. Hop, Olise o'ynayapti. Olise o'ynayapti, polni 2 taym. Bu jinnimi oke? Xo'p, orqada mana umumiy qilib oladigan bo'lsak, baribir hozirgi faoliyatidan aniq Valverde kuchli. Valverde kuchlimi, Kimmixmi? Kimmix bu yerda tan olaman. Kimmix kuchli-da. Umumiy faoliyatida. Umumiy faoliyatida Kimmix. Chunki Ayni vaqtda- Valverde yaqinda chiqib keldi. Ayni vaqtda lekin Valverde. Yo'q, Kimmix aka. Hozir Valverde man. Jahon Valverde stabilni bitta joyda o'ynamaydi-yu, bir 10 kiraga tushadi, shuning uchun yo'qolib qoladi. Va mana shu Kimmix ham kapitan. aksincha mana shu funksiyasi ham meni nazrimda ustunlik beradi. Hozir aniq kuchli man. Rezultatiga mana komandaga hissa qo'shish Valverdeda ancha katta-da. Valverdesiz Realni tasavvur qilish qiyin. Kimmixsiz ham o'ynaveradi hozir Bavariya. Chunki sizlarda mahallada любой bilan o'ynab ketaverasizlar. Realniy gap, Kimmixga uveringman, любой bitta Cityga boradimi, PSJgami, Realgami. Zo'r o'yinchi, keyingisi. Bo'ldi. Bu hozir yopamiz bu yerda. Real bilan Bavariyani. Bular aniqlab bo'lmaydi, hozir turaveradi. Shunaqa. Hammasini kuchli deb yuboraveradi Kurtuvadan. Hammasini muxlislarga qoldiramiz. Yozinglar. Bavariya kuchli ayni vaqtda Real Madridmi? Faqat iltimos qilardim, aniq faktlar bo'yicha, aniq tahlillar bo'yicha yozsanglar, biz faqat xursand bo'lamiz. Manga o'xshab surkatishmasin. Nimasini surkatib Okey. Endi sal jiddiyroq mavzularimiz bor. Bu endi klub emas, shaxsiyatga qaratilgan. Sizlarni bilamiz, vaqtida o'sha professional futbolchi bo'lmoqchi bo'lgan insonsizlar. Hozirgi futbolimiz bilan oldingi futbolimiz nima farqi bor? Qanchalik o'zgardi? Aynan o'sha chiqayotgan yulduzlarni qaysidir ma'noda sindirish desak, balki to'g'ri, balki noto'g'ri yoki korrupsiyalar borasidagi fikrlar qanaqa? Aytasanmi aytay? O'zimdan aytaman, men unaqa korrupsiyalarga duchor bo'lmaganman. Endi ani tanish bilish, misol uchun u narsa normal holatroq-da. Tipa mana kimdir treneri, Maxani treneri-da. Men bilan bunda tanlov tursa, buni olib ketaveradi-da. Men shunaqa payt chekkaga o'tib qolaman. Mana shunaqa narsalar bor. Menga kimdir kelib turib 5000 dollar ber, terma jamoada o'ynaysan, bu narsalar deyishmagan. Pul temasi menga qorong'u. Mana shunaqa situatsiyalar bor-da. Yoshligingizdan bironta treneringiz bo'lsa, sizni u ko'tarilib ketadi-yu, keyin sizni tortib oladi. Shunaqa narsalar borroq. Endi qolgan o'zingni faoliyatini aytyapsan. Ha, endi birovni faoliyatini qanaqa qilib aytib bering, Mahmud? Kimda nima bo'lganini. Savol O'zbekistonda futbolda rivojlandimi yoki pasaydimi? Oldingi va hozirgi farqi qanchalik o'zgardi? Hozir osonroq deb o'ylayman. Chiqish. Hozir media bor, hozir internet bor. U bolaga adolatsizlik bo'layotgan bo'lsa-da, misol uchun chiqib video murojaat qilsa bo'ladi-da endi. Mana men Lionel Messiman, meni olishmadi ekanman desa bo'ladi. Biz paytda unaqa narsalar bo'lmaganda, biz zo'r bo'lsak ham hech kimga ayta olmasdik. Prosta yo'qib ketardik. Men misol uchun o'zim shunda chiqib ketganman. Kuchim yetmagandan chiqib ketmaganman. Bo'ldi, prosta momenti bloger bo'lgim kelib qolgan, afsuslanmayman bu qarorimdan. Sizda qanaqa
Endi O'zbekiston futboliga keladigan bo'lsak-da, o'sish bor, chunki tarixda birinchi marta Olimpiada, tarixda birinchi marta Jahon chempionati, ko'plab chempionlar, mana U17 chempion bo'ldi, oxirgi marta undan oldin U21 chempion bo'ldi. Chempionatimiz ancha raqobatdosh bo'lyapti. Oldinlari esimda, yo Bunyodkor yo Lokomotiv bir 7-6 tur oldin уже chempionligi aniq edi. Mana bo'la yo'q hozir. Shunaqada. O'sish bo'lyapti-da, katta trenerlar yaxshi chiqyapti. Mana Canavaroni olib kelishdi. Endi ko'ramiz, qanchalik muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz bo'ladi. O'sish bor, progress bor. Bazalar qurilyapti, strukturalar rivojlantiryapti. Aka yaxshi. Yaxshilashyapti, yomonlashayotgani yo'q. Rezultatlar ham esib turibdi-yu. Progress bo'lyapti. Terma jamoada ham. Уже mana City darajasidagi o'yinchimiz bor. City darajasidagi o'yinchimiz bor. Ko'p kuchli o'yinchilar. Ko'p. Endi so'nggi savolimiz, futbolchi sifatida qanaqa fikrdasizlar? Murabbiy o'zimizniki bo'lish yoki chet el murabbiy bo'lish? Ya'ni o'sha Kapadze yoki Cannavaro deganga o'xshash savol. Qaysi pozitsiyadasizlar? Kapadze qolishidamidi yoki Cannavaro kelishiga? Endi shaxsan o'zim Kapadze qolishidan. Chunki baribir mahalliy murabbiy mirovoy arenaga chiqqani yaxshiroq. Endi men Cannavaroni qattiqroq ishlab nimadir. Yo'q, bu taraflama emas. Futbolchilar bilan bo'ladigan kontaktlar borasida fikrlaringiz qiziq. Qalibomo Kapadze. Chunki baribir Kapadze o'zimizda odam, ya'ni o'zbek mentaliteti. U boshqa mentalitet. U hali moslashishiga vaqt ketadi. Tushunarli. O'zbek mentaliteti biladimi? Ya'ni Italiya boshqa mentalitetlarni vaqtlashga u vaqt esa qisqa bizda. Уже даже 1 yil ham qolmadi-da. Shunaqa 8 oydan kamroq. 8 oydan kamroq vaqt qoldi. Qiyin moslashib ketishi. Именно отношения gaplash bo'yicha ham mahalliy murabbiy. Sizda qanaqa? Qo'shilasizmi fikrlariga? Futbolchi sifatida yo'q. Ya'ni Chunki mana u trener kimdir bilan ko'proq yaqin bo'lishi mumkin-da, tushunasizmi? Anaqalar boshlanadi, sen ko'proq o'ynaysan, sen kamroq. Chet eldan kelsa, meni fikrim, hammaga u bir xil qaraydi. U qaysi birdir uni tarbiyalanuvchisi emas. Misol uchun hammani komandani yutish uchun harakat qiladi. Oldinroq kelsa demoqchiman-da, atak именно bizni terma jamoa bilan situatsiyada menimcha o'sha o'zimizni trener qolganda yaxshiroq bo'lgan bo'lardi. Endi federatsiya o'sha tepadagilar o'zligi biladi, nimaga bunaqa qaror qabul qilishgan, ular bizdan yaxshiroq tushunadi. O'shaning uchun shunaqa qaror qabul qilishgan deb umid qilamiz. Nima bo'lganda ham shu terma jamoamiz maksimalni yaxshi natijalar qayd etsa, hammaga yaxshi, hech kim yutqizsa yomon bo'lsin deb qo'ymaydi-yu. Da, endi buni vaqt ko'rsatadi, o'yin ko'rsatadi. Tushunarli. Bizda mavzular tugadi. Endi bizda so'nggi rubrikamiz bor. Ya'ni qizil kartochka degan savollarimiz bor. O'sha o'zlaringizning klublaringizga bog'liq begona savollar emas. Noto'g'ri topsalaringiz jazolanasizlar, nomi bilan qizil kartochka. To'g'ri topsalaringiz barakalla. Barakalla. Qizil kartochka olsak nima bo'ladi? Hatto maqtov yorlig'i ham yo'qmi? To'g'ri topsa. Yo'q, keyingi sonlarimiz harakat qilamiz shunaqa narsalarni qilishga. Xo'p, kimdan birinchi boshlaymiz? Jahondan boshlaylik endi. Mateusdan. Jahongir aka, birinchi savolimiz Real Madrid Klasikoda necha marta g'alaba qozongan? Umumiy 105 marta. Topdim. Yaxshi statistikalarni ko'ribsan. Zo'r. Men adashib shu kechagini qo'shmaysiz deb o'yladim, zo'r, yaxshi, logika ishladi. Nimadir bor. Keyingisi. Real Madrid Barselona ustidan eng yirik g'alabasi qaysi hisobda bo'lgan? Nechun yutgan ya'ni? 12-1 mi? Yo'q, 11-1 bor, bu lekin rasmiy statistikaga kiritilmagan. Rasmiysi kerak-a bizga. Eng katta yutgan hisobi. Shu 5-2 bo'lsa kerak menimcha. Afsuski 8-2 bo'lgan ekan. Keyingisi Real Madrid oxirgi marta Chempionlar Ligasi qaysi yil g'olib bo'ldi? Voy. Chisto na pamyat bo'ldi. Benzema bor payti yutishdi. Nechinchi Yo'q, yo'shi? Benzemadan keyin ham yutishdi bitta. Bilmadim endi. Yillat bo'ldi. Bitta yutishdi. Benzemadan keyin bitta yutishdi. Qiynalib shu nechinchi yil? O'tgan yili anaqa oldi. O'tgan yildan oldin 23-yil yutibdi-da. Do'st sifatida podskazka berishingiz mumkin. 22 yutishdimi? Prям naglimi yoki Yo'q. Qog'ozga o'rab. Borussiya mana senga paskaska. Final Borussiya bilan bo'lgan. Nagli bo'ldi-ku bu. Borussiya deyapman, endi. Real finalda yutqizib olmadi. Yetib olmadi hali bunga. 23-yil mayli. 24-yil Borussiyani 2-0 hisobida yutdi. O'tgan yil anaqa Barsa chiqdi-yu, Interlar o'shalar chalg'itib qo'ydilar, mana. 4-inchisi Real Madrid tarixidagi eng qimmat transfer kim?
Ronaldo. Mbappe tekinga keldimi? Sizda javob bormi? Bale. Yo'q, emas. Xo'sh. Azar. Qanaqa Samba Real faati manmi? Mateos. Ajoyib. Azar qanaqasi? Azar strashniy Prime'da bo'lgan. keluvdi-da. Chelsea'da. Oxirgisi Real Madrid tarixidagi eng yosh debut qilgan futbolchi kim? Bu lekin Ancha o'ylantiradigan. Nomdor futbolchimi? Podskaga. Ayni vaqtda nomdor. turk deb o'ylayapman. Yo'q, emas. Kim bor? Ayni vaqtda qaysidir ma'nodagi dunyoning eng stabil, eng yaxshi jamoasida o'ynamoqda. Hozir Realda emas. U nomdor jamoa. U nomdor jamoa. O'tgan yili chempion bo'lmadimi Mavada? Yo'q, o'tgan yili birorta kubaga tortdi. Ili, Llorente. Ili Hakimi. Hakim emas. Patsilga ketdi-yu, o'tgan Ayni vaqtda jarohatda. Bo'le. Shoshma. Hernandesmi ekan? Teo. Yo'q, Tio Hernandez jarohatda emas. Ayni vaqtda eng Al-Hilolda o'ynayapti. Ahvolda o'ynadi. Dunyoning eng yaxshi jamoasi emas-ku Al-Hilol. Endi boyda, puli bor-ku. Okey, o'zim aytaman-da. Ayta qoling, topolmadim. Martin Ediger ekan. Arsenalda Arsenalda Voy, hozir kelmaganlar qara xayolga. jarohatda ayni vaqtda. Endi sizga ham savollarni berib olay, shartlarni birga aytaman. O'xshab ketdi chunki bir-biriga. Bavariya Realni umumiy hisobda necha marta yutgan? Umumiy hisobdami? Xo'p, juda ko'p to'qnashgan, 65 martadan ko'proq edi. Umumiy hisobda adashmasam 22 martami yutgan? 22-23. Hozir qanchalik o'ylaysiz statistikada katta yoki kichik adashganingizni? Katta adashganmanmi? Yo 60 martadan ko'p o'ynagan. 35 marta Real yutgan bo'lsa, как я помню, плюс-минус bir eshitdim. Pamiyatim meni aldamasa, yo'q, 22, 17, 18 marta bo'la qolsin, mayli. bitta son, bitta son. 17 mana mayli. Agar mendagi ma'lumotlar noto'g'ri bo'lmasa, noto'g'ri bo'lsa uzr so'raymiz va buni podkastdan keyin tekshirib ko'ramiz. 11 marta yutgan ekan. 11 marta. Sizlar komanda emassizlar. Qanaqa bu 20 marta yutasizlar Endi Real? suyularni Ha, shuni sotib bo'ldi, olgandan bo'ldi. Keyingisi ikkinchi savol. Bavariya tarixidagi eng qimmat transfer kim? Xo'p, Bu shuni bilmaysanmi? yo bilaman ko'pda. Luka Hernandez bo'lishi kerak. To'g'ri. Keyingi savol. Men bilmasdim. O'zingda komandani bilyapsan. Bo'ldi, o'rib. Uchinchi savol. Bavariya tarixidagi eng yosh debut qilgan futbolchi kim? Karl yaqinda gol urdi. Mani Nechi versiyam yosh? shu. Jose Carol. 42-raqam. Ikkinchi uni deb. Yo, sen tanimaysan-ku, 2008da Yamaldan kichkina 1 yoshga. Necha yosh bo'ladi shunda 2008? 17 yosh. Men bilganim shu. To'g'ri javob Paul Vanner. 16 yosh, 15 kun 2022-yilda Borussia Mönchengladbachga qarshi o'ynagan. Bilaman, u hozir yo'q ketgandir. Lekin Sponsorda bolasi bor. 22-yil uzoq emas. Yaqin o'tmishda sodir bo'lgan. Realda, umuman eshitmagan ekanman. Keyingisi, Bavariya tarixida Real Madridda eng yirik hisobda necha bo'lgan yutgan? Mana shu lekin prям Realni o'ynantiradi. Ilk hisobda ham yutganmi Bavariya Real? Ancha 5-1 bo'la qolsin. Sal kech javob berdingiz faqat. Sal adashdingiz. To'g'ri birmi? 4-1 edi. Ya bu topolmadi-yu, sira. Topolmadi endi. 5-1 1987-yil Chempionlar Kubogi Chempionlar Ligasi yarim finalda. Oxirgi savol o'sha fantastik 8-2 bo'lgan o'yinda o'yin qahramoni kim bo'lgan? Ya'ni Bavariya bilan Müller, Thomas Müller. To'liq ma'lumot, nechta gol, assist agar qo'yish ham. Bitta gol. Aha. Bitta assist. Ajoyib, zo'r. Tugadi savollarimiz. Hurmat qilamiz sizlarni, chunki muxlisizmi aynan men ham sizlarni. Va shunday ekan osongina ikkita shart beraman ikkalaringiz ham. Birinchisi, Mr. Tog'ayev hamda Stock Futbol Instagramiga obuna bo'lishingiz kerak. Ikkinchisi, mana shu podkastimiz chiqqanda sizlarning muxlislaringizga ham qiziq bu. O'sha YouTube'da bitta havolani qo'yib bersangizlar, biz xursandmiz. Bitta. Rozimisizlar? Yo'q. Uchinchisi 3 raund bokschi bor. Xo'p, so'nggi so'z o'rnida bizning an'anamiz bor yana bir.
Real Madridni ham siz barcha davrlarning eng kuchli jamoasini tuzib berishingiz kerak. Bavariyani ham barcha davrlardagi eng kuchli jamoasini tuzib berishingiz kerak. Bo'pti boshla. Mateus diqqatga qo'ysan, chapkam o'ngam. Ketdi. 11 talik darvozada. O'zi 10 ta. Darvozada Iker Casillas. Xo'p, Yaxshi himoyachilar. ham bilar ekan. Sentralniy himoya Pepe, Ramos. Ajoyib. Hali yoshlar ularni urbiniga chiqqani yo'q. O'ng qarayda Carvajal. Klub legendasi. Chapda Marcelo. Hali unaqasi chiqqani yo'q. O'rtada. O'rtada Modric, Kroos. Eskilardan ham aytsang bo'ladi. Mana aytib qo'y, unaqacha eskilarni bilmayman. Old anaqalarni, faqat yangiroq tarkiblar. Modric, Kroos. Chapda. Bu yog'i qiyin-a o'sha. Как будто qiyin bu yog'i. Aporniga kimni qo'yding? Hali qo'ymadilar. 4-2 bo'lib turibdi. Aporniy Casemiro. Ha, 4-3 bo'ladi unda. Xo'sh, bu yog'i juda ham qiyin bo'lib Benzema oldi Bale-da. Yo'q, o'zing bosib ol. O'zing bosib ol. Boshqa varianting yo'q-ku. Mbappe qanaqa qilib joy olish kerak hozir bu Ha, Mbappe nimadir qilishim kerak-da men betga hozir. Shuni o'ylayaptilar. Senga nima eshitib tur? Xo'sh, Ronaldoni tepa hujumga qo'yamiz. Markaziy hujumchi. Chapga Kylian Mbappe, O'zi kecha keldi bak. o'ngga Gareth Bale. Tushunarli. Kecha keladimi, farqi yo'q. Bu Kalibumu legendasiga aylanadi. Jahongir akani bu shaxsiy orzudagi eng kuchli jamoa muhokama qilish katta. Zamirada men Zo'r. suv berib turgan. Bolboy. Bavariyani eshitamiz endi. Neuer. Beckenbauer. Franz Beckenbauer bilan. Chista shu PESda ko'rgan o'yinda Beckenbauer degan. PESda yo'q. Bo'ldi. Beckenbauer bilan, xo'p, Van Bunten bor. Boateng bor. Boateng bo'la qolsin, mayli. Boateng, o'ngda Lam, chapda Alaba. O'rta Schweinsteiger. Xo'p, Schweinsteiger, Chapda Schwarzenegger. Kroos. Real deydi-yu. Bavariyada o'ynagan anaqa. Shunaqa o'z o'yinchiligi sizlar. Bavariyada transfer qilib Bo'ldi. Xo'p. 4-3-mi sizda ham? Da. Yana bitta yarim himoyachi. Kimmixni qo'yaymi? Kimmix hali bor-da, yana kim bor? Mayli Kimmix bo'la qolsin. Kimmix ham Oldinda. Oldinda. Tortmasa ham o'zi mayli. Centerda Lewandowski emas, Gerd Müller. Yo'q, uzr, Kimmixda deb adashibman. Schweinsteiger bilan Lewandowski o'rtada. Schweinsteiger bilan Kroos bo'lsa, padnapadashchi devatkada Müller o'ynaydi. Men hozir tugagandan keyin bermoqchi edim bu faqat bu savolni. Müller o'ynaydi. Oldinda Gerd Müller, forward, chapda Ribery va Robben. Ajoyib. Sizlar bilan fanat loyihasi navbatdagi son. Kurstu haqida uzoq o'ylarni yozinglar, bizga qiziq fikrlaringni like bosinglar, do'stlar bilan ulashinglar va bir narsani inobatga olishingizni so'rardim. Bu loyiha nomi bilan fanat. Bu yerga biz muxlislarni chaqiramiz, o'z jamoasiga qanchalik muxlisligini ko'ramiz, jamoasi haqida fikrlarini bilishga harakat qilamiz va o'z umumiy futbolga qanaqa ko'z bilan qaraydi, shuni ommaga olib chiqishga harakat qilamiz. Shunday ekan, bizdan iltimos qilardim, professional ustozlarimizni, professional futbolni ichida yurgan shaxslarni talab qilmasligingizni. Bunaqa loyihalarimiz ham bor, boshqa proyektlarimizda bemalol unaqa loyiha kerak bo'lsa shuni tomosha qiling va ko'ngil yozmoqchi bo'lsangiz, blogerlar yoki o'sha ommani ko'zida yurgan shaxslar sizga qiziq bo'lsa, marhamat fanat loyihasini tomosha qiling. Sizlar bilan fanat loyihasi, men Mr. Tog'ayev, mehmonlarimiz Odilxonov Mahmud Mahi, Isroilov Jahongir, xush kelibsizlar. Hamma fikrlar subyektiv, rozi bo'lishsin. Hech kimni Shunaqa. kamsitish, haqorat qilish niyatimiz yo'q. Taklif qilganingiz uchun sizga ham rahmat. Ko'rsatuvlarga omad kelajakda. Rahmat kattakon. Katta rahmat. Uchun ajoyib suhbat bo'ldi. Obuna bo'lsin kanalga. Fursatdan foydalanib uydagilarga salom. Quyidagi salom. Keyingi sonda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.